Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Qarang, siz 6 yoshli farzandingiz Muhammadjon trombostepiniya kasalligi bilan 1 yil oldin, mana hozir noyabr bo'lsa, bultur 24-yil noyabrda kelgandinglar, ahvolini o'zingizga ma'lum edi. Mana trombostepiniya kasalligi bilan kelgandingiz. Nima uchun hozir mana 1 yilda to'liq yaxshi bo'ldi sizni o'g'lingiz? Nimaga bunchalik muddati cho'zilib ketdi? Sababi yondosh kasalliklari juda ko'p edi. Oshqozoni yaxshi ishlamayotdi, oshqozoni o'yilib ketgan, yondosh kasalliklarini ham parallel olib bordik, to'g'rimi? Hammasiga men mahsulot qilib berdim, inshaalloh. Men sizga mana shu mahsulotlarni berdim, to'g'rimi? Mana qonda trombotitlarni ko'taruvchi mana shu mahsulotlarni berdim. Xudo xolisa shu kasallikdan chiqdi. Mana 1 yil deganda. Hozir oshqozonlari yaxshimi? Hammasi yaxshi, jalba yo'q. Hammasi to'liq yaxshi. Eng asosiysi iligi ishlab ketdi. Mana trombotitini o'zingizlar ko'rib boringlar. Mana 25-11-25 topshirilgan. Mana trombotitlari 297. Ilik to'liq ishga tushgan. Zo'r. Bu sog' odamda ham yo'q bunaqa sifralar, bunaqa gemoglobin, bunaqa ko'rsatkichlar. Oldin kelganingizda 30-40 ga chiqib ketgan edi so'yalari. Oldingi analizlaringizda, mana hozirgi analizda mana 529 so'yalari. Hamma sifralari, leykositlarimiz, eritrotsitlarimiz hammasi chiroyli. Bu bilan sizni tabriklayman. O'zingizlar ham ezilib ketdinglar, xo'jayiningiz bilan birga, na yurishda, yana o'tirishda, onkogematologiya ikkinchi uyinglar bo'lib qolib, juda ezilib ketdinglar o'zingizlar ham. Men o'shanda berganimda 50 ga 50 deb beruvdim, ha? Esizdami? Agar 40 kun ichida ilik ishlamasa, trombotit ko'tarilmasa, men lecheniyani to'xtataman deb aytgan edim. Esizdami? Shunaqa bizda 20 kunda o'zgarish bo'lib ketdi-da, yaxshi. 20 kunda o'zgarish bo'lib ketdi. Sizlarga ham rahmat, yaxshi qarab berdinglar, lekin yomon ezilib ketdinglar. Hech kim farzandi bunaqa kasallik, qon kasalliklariga kasallik bo'lmasin. Sizlarni yana bir bor tabriklayman. 3 kunda bir ichib yuruvdinglar. 3 kunda bir ichib yuruvdinglar mana shu mahsulotlarni. Mana hozir Xudo xolasa to'liq chiqib, 5 kunda birga o'tib, Xudo xolasa inshaalloh yana bir bor tabriklayman sizlarni. Ilohim meni oldimga boshqa kelmanglar. Hech qanaqa kasallik bilan rohatlarni rohatlarda ko'rib yuringlar. Rozimisiz mendan? Roziman. O'zimni nima sizni tabriklash kerak, shunchalik olib kelganingiz uchun-da. Bo'lmasa meditsina inkor qilyapti bu narsani, bunaqa kasalliklarni. Sizni topganimizga shukr, shaqa kelganimizga shukr, sababchi qilgan odamlarni ko'rganimizga shukr. Katta rahmat o'zingizga ham. Shunchalik rahmat. Allohimga rahmat etishingizdan chiqmasin. Men bir sababchi bo'ldim. Da, Alloh shifo Allohdan mana shifo berdi. Yana bir bor tabriklayman sizlarni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.